Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalar, kanalimizni barcha kuzatuvchilari. Biz shugunacha kanalimizga uy chizmalarini, proyektlarni tashlab keldik. Endilikda ne только uy chizmalari, proyektlarni tashlashimiz mumkin. Endi uy narxlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Bizi endilikda xudo xohlasa uylarni, chiroyli uylarning narxlarini, kvartiralarni video obzor etib kanalimizga yuklab boramiz. Chiroyli narxlarda nasib etsa xudo xohlasa. Hozirda Toshkent shahridamiz. Chilonzor 19-kvartal 53-domdamiz. 4 etajli dom, 4-qavatida 65 kvadratli domimizni hozir video obzorini ishlab chiroylab kanalimizga yuklaymiz xudo xohlasa. Ko'rishda davom etib boringlar, hozir video obzorini kuzatasiz. Так, do'stlar, uyimizga girish qismi bu yana prixojam chiroyli современный stilda ishlangan. Uyimiz dim современный stilda chiroyli ishlangan remontlar ham. Endi garderob kichkina mini. Uyimizga girish qismining o'ng tarafida уборная joylashgan. Bu yerni o'zi ko'rsatib o'taman kichkina. Так. Hop. Ixcham stilda ishlangan. Так, bu yerda banyo, dush, banyo ishlangan. Kattagina ichi. Вот, uyimiz prixojadan keyin uyimizning chap qismida детская komnata joylashgan. Детская komnatada 2 divanimiz, ish shkafi bor. Chiroyli, zo'r stilda ishlangan. Такая красивая. Remontlar zo'r, chiroyli ishlangan ekan. Chiroyli ishlangan. Так, bu tarafimizda spalnya joylashgan. Spalnyamizda вот spalnya, и televizor, konditsioner, shkaf, truma, hamma narsalar bor. Bu narsalar bemalol. Так, bu qismimizda yana zal joylashgan. Zalimiz ham kattagina, chiroyli divan, stol, hamma narsa qo'yilgan. Dim chiroyli stilda ishlangan. Zaldan buyog'ida yana bir детская komnata joylashgan dedi. Bir kishilik divan. Divani и trumasi bor o'zini. Keyin balkon oshxona degan. Oshxonamiz joylashgan yeri balkonda ixcham qilib, chiroyli deb ishlab qo'yibdilar.